Note 14 Pro Plus 5G'ni 512 talisini 256 narxida $325 ga, Vivo Y29 flagman modelini eksklyuziv narxda $225, $95 ga A52 dual sim kartali, $142 evaziga A+ holatda A16, $545 ga S24 Plus, S23 Plusning ideal yangi varianti $120 ga, 22 Ultra A+ burgundiy rangda ideal A+ varianti $453 ga, $280 ga yangi S22, S22 $230 ga yumshoq binafsha rangda violet rangda, S22 Ultra A+ segmenti $320 ga haqiqiy yangi O'zbekistondagi yagona bo'lgan gre rangdagi A+ variant. S22 e'tibor bering, A- $150 ga salkam. Bu smartfon esa $185 ga A+. S22 bu $230 ga A+ segmentdagi eng noyob rangdagi binafsha rangdagi S20. Dunyoning bardoshli buklanuvchi smartfoni Flip 5 ni bugun sizga $420 beramiz. S23 Ultra'ning 512 tali variantini sizga aynan bugun $570 beramiz. Bu esa Fold 2. Bu sizga haqiqiy ish joyi, o'yin zona, kinoteatr yopilganda elegantli telefon $495. $195 ga A82 A+, $110 ga S10 ideal A- yangi holatdagi varianti. Yana A- holatda $162 ga Note 10 bo'lishi mumkin. Bu bunaqa narxga $140 ga Note 8 ni Pro'si saqlangani, ulgurib qoladi. Eksklyuziv modeldan foydalanib qoladi. Vivo V23e modelimiz siz uchun maxsus taklif. $145. Siz uchun A70 modelimizni $100 berishga qaror qildik. Smartfon ekrani o'ta plavniy, oltiga 128 talik idealniy sostoyaniyada xudo xolasa S21 ni $230 ga ideal yangida 220 qilib beramiz.